Assalomu alaykum bolajonlar. Sizlar bilan yana biz sistem, ya'ni magnit tajribalari o'yinlarini ko'rib boramiz. Demak, hozir biz nima qilamiz? Mana bu yerdagi demak, mana bu tajribani nima qilamiz? Ko'rib chiqamiz. Bu yerda biz uchun nima kerak? Magnit kerak bo'ladi. Undan keyin mana bunga o'xshagan kichkina boltchalar kerak bo'ladi. O'sha boltchalarni nima qilamiz? Bog'lab chiqamiz hamda boltchalar havoda muallaq turadigan bo'ladi. Boltlarni nima qilamiz? Ipga bog'laymiz. Yaxshilab. Chunki u nima qiladi? Magnitga yopishadi. To'g'rimi? Mana bu magnitga nima qiladi? Tortib yopishadi. Hozir biz bundan nima qilamiz? Mana bu yerda tajriba orqali nima qilamiz? Buni qo'yamiz. Bog'lash kerak. Bormayapti. Qisqasin bo'ladi. Keraklicha bormayapti dedim. Ha? Soqqa. Yo'q, qo'yibdi. Mana bunisini ko'paytirish kerak edi. Qilamiz magnitga. Chunki magnit maydoni nima qiladi? Qancha ko'p bo'lsa, shunchalik oshib qiladi. Mana. Ha, ana o'xshaydi. Yaqinroq qo'yaylik buni. Demak, boyagi bo'lmaganligi, chunki mana magnitlar nima ko'proq bo'lsa, uning magnit maydoni qo'shilib, dipollar qo'shilib, magnit maydoni nima oshiradi buni. Tepaga ham qarab nima qilsa bo'ladi, tursa bo'ladi. Demak, mana shuni ham nima qilsak bo'ladi? Uyda ham bajarib ko'rsak bo'ladi. Bolajonlar bilan xayrlashamiz. Keyingi safar